Rahimjon aka, necha sotik uyimiz? 6 sotik. Nechta xona? 6 ta xona. Hop. 3 ta xonasi bitgan. Hop. Qolgan 3 ta xonalarni ham atabliklar bo'lgan, hammasi. Idealni bo'lgan. O'zim uchun chiroyli qurganman, hammasi. 6 sotik общий, bunaqasiga 15, bunaqasiga 40. Zaborlargina o'ralgan hammasi. Orqada ham joyi bor. Bemalol Oqva suv o'tgan ekan, katta suv o'tgan, katta suv o'tgan. Priroda zo'r ekan, ko'rdik. Prirodasi yaxshi, lokatsiyasi ham yaxshi joyda. Hop. Mahallada ham odamlar hammasi yaxshi. Ataptaniya sistemalar ikkala tomon bo'lgan. Ikkala tomon ham bo'lgan, hammasi. Yo'lda faqat shu ichi qolgan, beshikram, malar ishi qolgan. Ichida fasad qolibdi-da, ichkaridan. Ichkari qolgan. Malarkasi qolgan. Malarkasi qolgan. Xo'p aka, necha pul endi pul istasak bo'ladi inshaalloh. Faqat arzon yeting aka. Endi Ketadigan narxni ayting. kecha gaplashganimizda shtarsanidan 48 bo'lsa beraman degan joyim bor. Yo'q aka, 48 bo'lmaydi. Kecha endi shu 45 ga qo'yib bera olaman aka. 45. To'g'ri, uyi zo'r ekan, 15 metrga 40 metr bizda. 40 metr. To'rt burchak joy ekan, burchak joy. Qurolgan. Yog'i ham tupik, mashina ham o'tirib. Ya ko'rdim, yo'llaringiz ham yaxshi. Gaz va suvda muammo yo'q. Umuman muammo yo'q. 45 ga qo'yib beraman, to'rt kez aka, qarang. Kammas, ko'pmas aka, $1000 qo'shdim, 46 ga bo'lsa baraka. 47 ga arzon biro patishchilar nomidan baraka qoldi. 47 ga qo'yib bering. Hop. Sizni nomingizdan kelsa sunnatiga o'tib beraman. Addushi o'tib berasizmi? Addushi o'tib beraman. Sizni nomingizdan kelsa arzon bironi patishchiga meni kelsa addushi chiroyli o'tib beraman. Bo'ldi aka. Sizlar nomingizdan baraka qilaman, 47 ming deyaptilar, sunnatiga astoydil o'tib beraman deyaptilar. Dokumentlarda muammo yo'q ekan. Shunaqa chiroyli uy-joy olaman deb yurgan yaqiningizga shu videoni jo'natib qo'ying. Arzon biro profiliga podpiska tashlashni unutmanglar. Shu uy-joyimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib o'tib ketinglar. Bosinglar.